Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan taomlar uchun maxsus darajadagi vaqt va harorat nazorati bor bo'lgan Beston 76 TKF 16 NB elektr pechini ko'rib chiqamiz. Qurilmani ishga tushirishdan oldin uni sozlab olish kerak. Buning uchun menyudan sozlamalar belgisini topib olamiz. Tugmani bosib izminit format yozuviga o'zgartiramiz. Yana tugmani bosib dani tanlaymiz. Shunda pechning displeyi to'g'ri formatda sozlanadi. Pechimiz displeyi 6 ta tugma va asosiy bitta boshqaruv tugmasi bilan jihozlangan. Eshigi esa 3 qavatli bo'lib, issiqlikni chiqib ketmasligini ta'minlaydi. Pechni sozlab olganimizdan so'ng zapekaniya tugmasini bir marta bosamiz. Bu yerdan 8 xildagi rejimlarni boshqarishingiz mumkin. Birinchi rejim traditsionniy nagrev. Bu rejim tepadan va pastdan issiqlik beradi. Issiq havoni bir xilda teng taqsimlaydi. Tort, keks va piroglar uchun mos keladi. Ikkinchi rejim konveksiya. Bu rejim orqa tarafdagi ventilyator bilan issiqlik beradi. Ushbu rejim bir vaqtda bir necha qavatda pishiriladigan taom va pishiriqlar uchun mos keladi. Uchinchi rejim grill plus konveksiya. Bu rejim ventilyator bilan tepadan issiqlik beradi. Butun tovuq yoki tovuq bo'laklari uchun mo'ljallangan. To'rtinchi rejim balshoy grill. Bu rejimda issiqlik faqat tepa tarafdan chiqadi. Katta hajmdagi go'shtlar yoki baliqlar filesi uchun. Beshinchi rejim verx-niz plus konveksiya. Bu rejim tepadan va pastdan ventilyator orqali issiqlik beradi. Qatlama, somsa yoki go'shtni bir tekis pishirish uchun. Oltinchi rejim niz konveksiya. Bu rejim ventilyator orqali pastdan issiqlik beradi. Maxsus pishiriqlar yoki dimlamalar uchun. 7-rejim Mali grill. Ushbu rejimda issiqlik tepa tarafdan chiqadi. Kichik ovqatlar pishirish uchun mo'ljallangan. 8-rejim Nijniy nagrev. Bu rejim pastki tarafdan issiqlik beradi. Taom tagini qizartirish yoki pitsa tagini qo'shimcha pishirish uchun. Rejimlardan chiqmoqchi bo'lsangiz, o'chirish tugmasini bir marta bosasiz. Shunda ortga qaytadi. Ikkinchi menyu spes rejimi, ya'ni maxsus rejimlar. Bu yerda pechimizning turli xil funksiyalari bor. Birinchi funksiya rastrolka testa. Bu funksiya xamirni tezroq oshishiga yordam beradi. Misol uchun, oshxonada havo salqin bo'lsa, pechda esa u bir tekis va tezroq ko'tariladi. Ikkinchi funksiya razmorozka. Bu funksiya bilan muzlatilgan taomlarni eritish mumkin. Uchinchi funksiya поддержание тепла. Bu funksiya taomni issiq saqlashda yordam beradi. Misol uchun, somsa pishirdingiz, lekin mehmonlar hali kelmadi. Agar pechni ushbu funksiyasini yoqib qo'ysangiz, pechdan yangi chiqqandek saqlab beradi. To'rtinchi funksiya pitsa. Bu funksiya bilan har xil pitsalarni pishirishingiz mumkin. Beshinchi funksiya aerogrill. Aerogrillni yoqsangiz, pastki isitish tizimi ishlaydi va ventilyator aylanadi. Ushbu funksiya bilan tovuq qanotlari, muzlatilgan fri va baliq filesini pishirishingiz mumkin. 6-funksiya sushka. Bu funksiya bilan meva va sabzavotlarni quritilgan holatga olib kelishingiz mumkin. 7-funksiya akvachistka. Bu pech ichidagi yog' va kirlarni bug' yordamida yumshatish va tozalashni yengillashtiruvchi funksiya. Buni ishlatish uchun avval panjara va listlarni chiqarib olasiz va pastki qismiga 400 ml atrofida suv solib akvachistka funksiyasini yoqasiz. Keyingi menyu avtoretsept. Bu yerda oshpaz yordamchi kerak emas. Pechda oldindan o'rnatilgan tayyor dasturlar to'plami mavjud. Misol uchun biskvitlar, kichik tortlar, tuxumli tortlar, pechenyelar, tovuq naggetslari, tovuq qanotchalari hamda qovurg'alar uchun tayyor retseptlar bor. Shunchaki biror taomni tanlaysiz va pechning o'zi kerakli vaqt va haroratni belgilab beradi. Ushbu videoni taom pishirishni yoqtiradigan tanishingizga yuborib qo'ying. Beston, oilangiz eng yaxshisiga munosib.